Buxarskiy государственный universitet rektorlari. Kiming bor bu yerga kelasan dedi. Kiming bor? Kimim bor? Ortimda prezidentim bor, xalqim bor. 1999-yil ilmiy rahbarim hozirda marhum Rahim Jo'rayevich Vohidov, filologiya fanlari doktor, professor. Menga Rossiyaga borib ishlab kel deb aytdi. Mening o'rnimga Nazora Bekvani o'qituvchi sifatida ishga qabul qildi. Nazora Bekvaning turmush o'rtog'i ichki ishlar organlari tizimida faoliyat ko'rsatar edi. Nazoraning eri Dubayga qatnaydigan ayollardan qo'rqitish yo'li orqali noqonuniy ravishda pul undirganligi uchun Melisa tizimdan haydaldi. Shundan so'ng Nazora Bekva eri bilan darhol ajrashdi, karyerasini saqlab qolish maqsadida. (2008-yil Kogon texnogen hodisasi. Xalq yonib kuyib yotibdi, sizlar esa xalqni talashga o'tgansizlar. Sizlarga nisbatan 17 ta jinoyat ishi ochildi. Xalqqa yordam berish o'rniga ularning uyiga kirib, yonib yotgan xalqning ahvolidan foydalanib, ularning boyliklarini, moddiy qiymatliklarini, tillolarini o'g'irlagansizlar. Past. Janob prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: O'zbekiston ichki ishlar tizimi dunyodagi eng vahshiy tizim. Bu tizimni isloh qiling.